Assalomu alaykum. Äh, Animatsiyaga kirish darsimizni boshlaymiz. Bu yerda Maya programmasida animatsiya qilishimiz uchun nimalarni bilishimiz kerak, shu haqida gaplashamiz. Bu darsimiz ko'proq animatsiyaga endi qiziqayotgan, Mayada ishlashni endi boshlayotgan yoki Mayani o'rganmoqchi bo'lgan mm, qiziquvchilarga bag'ishlanadi. Ular uchun mos hisoblanadi. Chunki animatsiyani qanday darajada bilish kerak, animatsiyada nima funksiyalar ishlatiladi, o'shalar haqida gaplashamiz. Bu kursimiz, bu darsimiz professional darajada animatsiyani biladiganlar uchun mo'ljallanmagan. Ular ham ko'rishi mumkin, balki bilmagan joylarini ko'rib olishlari mumkin. Lekin asosiy e'tiborimiz bu Mayaga kirish hisoblanadi. Maya katta programma bu. Uni hamma joyini o'rganib chiqishni iloji yo'q desak ham bo'ladi yoki juda ham qiyin va bu talab qilinmaydigan ish. Chunki Mayada juda ham ko'p yo'nalishlar bor, xuddi multfilmdagi kabi modeling, rigging, animatsiya, spesifik, kompoz yo'q, rendering, vizualizatsiya va hokazo va shading. Bularni hammasini bilish shart emas. Bitta sohani nima deydi, mukammal chuqur bilganimiz yaxshiroq. Endi bizning sohamiz animatsiya bo'lgani uchun animatsiyaga doir tegishli joylarni aytib o'taman. Ya'ni qaysi narsalarni bilishimiz kerak. Birinchi navbatda Maya programmamiz mana ochildi. Buni hamma joyini titib nima deydi, o'zlaringizni qiynab nima deydi, miyaga bir bosim qilish shart emas. Chunki yangi o'rnatgan mana bu yerda nima bor ekan, bu yerda nima bor ekan va hokazo va hokazo, bu yoqda nima bor ekan, bu nimaga, mana bu funksiya nima bor ekan, bosib ko'rdim hech narsa bo'lmadi, nima uchun bilmas ekanman degan ortiqcha yuklama paydo bo'ladi. Buni qilmaslik kerak. Ya'ni kichkina narsalarni bilib, faqat shularni ishlatibgina siz o'tishingiz mumkin. Masalan, bizlar ustozlarimiz ham aytardi, ya'ni o'zingizni ish qilishingizga yetarli bo'lgan narsani biling. Ya'ni o'sha animatsiya qilish uchun yetarli bo'lgan toollarni bilsangiz, bu sizni vaqtingizni, nima deydi, miya bandligini va umuman nima deydi, asabingizni asraydi. Siz ishlatmaydigan ko'p narsani o'rganishingiz bu sizga ortiqcha yuklama bo'ladi. Shuning uchun animatsiyada nimalarni bilishimiz kerak. Birinchi navbatda mana bu interfeysda hammasini nima qayerdaligini bilish shart emas, lekin asosiy tushunchalarni aytaman. Mana bu menyular. Ana, masalan, menyudan deganda bu asosiy menyularimiz shu yerda. Mana bu yerda qo'shimcha menyularimiz bu panel menu bo'ladi. Bu ya'ni mana bu panelimizning menyusi hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, panelimizni qarang, e'tibor bersangiz, atrofi kulrang, ochroq kulrang bo'lib turibdi. Agar panelimizni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, masalan 4 ga bo'ladigan bo'lsak, qarang, mana ko'rdingizmi? Kulrang bu yoqqa o'tadi, kulrang bu yoqqa o'tadi, kulrang bu yoqqa o'tadi, kulrang bu yoqqa o'tadi, ko'rdingizmi? Bu shu panelimiz, ya'ni aktiv panelimiz, ya'ni qaysi panelda ishlayotgan bo'lsak, o'shani bildiradi. O'sha mana shu panel hisoblanadi. Va uni menyulari bor. Xo'p. Keyingisi bu menyular, bu aktiv panelning menyulari. Mana bu yerda asosiy ular knopkalarimiz, bular nomi status line hisoblanadi. Status line. Bular mana bu asosiy funksiyalarimiz shu yerda joylashgan. Masalan, yangi dokument ochish, Maya faylni ochish, saqlash, orqaga qaytarish, oldinga qaytarish va hokazo va hokazo. Mana bu shelf bu tokcha. Eng ko'p ishlatiladigan funksiyalarimiz yoki pluginlar yoki nima deydi, ishlar yoki biron bir buyruqlar mana shu yerda saqlanadi. Bu har xil bo'limlarga bo'lingan, hammasi o'zining yo'nalishiga qarab bo'lingan. Masalan, effects uchun, rendering uchun, nima deydi, lighting uchun yoki modeling uchun yoki rigging uchun va hokazo, yoki UV uchun hammasi alohida o'ziga qilingan, ajratilgan. Xo'p, buni tushundik. Mana bu toolbox hisoblanadi, yon tomondagi toolbox hisoblanadi.
Bu yerda nimalar bor? Tak, mana bu yerda ko'rsak, mana toolbox. Xo'p. Mana bu chiqarayotgan menyu bu probelni bosib turib, mana Maya degan yozuvni yon tomonda, o'ng tomonda bossangiz shunaqa narsa chiqadi. Bu bizni mana shu panellarimizni o'chirib yoqish. Buni mana bu yerdan ham qilsangiz bo'ladi. Tak. Viewport. Tak, qayerda edi? Tak. Hozir. Mana chekkara qolib turing. Tak. UI elements. Mana Windows UI elements. Mana bu. Kerakli joylarni o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Agar mabodo birontasi yoqilib, o'chirib qo'yib qanday yoqishni bilmayotgan bo'lsangiz, UI elements ga kirib show all UI elements desangiz hammasini yoqib beradi. Biza yoki hide desangiz hammasini hide qilib beradi. Bu yerda asosiy toolboxlarimiz, mana bu yerda time slider, animatorlar eng ko'p ishlatiladigan, yana bu vaqt, o'tish vaqti, masalan 1 sekund, 2 sekund, 3 sekund kadrlarda belgilangan. Uni belgilab tursangiz, masalan belgilasangiz 04:06 ga o'tadi. Bitta bossangiz, bosib turib yurg'izsangiz yuradi. Animatsiyani yurg'izsa bo'ladi. Tak, mana bu range slider, pastdagisi range slider, ya'ni animatsiyani qaysi qismini ko'rsatish. Masalan, 20-kadrdan 40-kadrgacha ko'rsat desangiz, mana bu yerdan ushlab turib 20-40 qilib yozsangiz bo'ladi mana bu yerda. Bunday qilib yoki mana bu yerga yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, 25dan 45 gacha deb mana bu yerdan ham yozsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha kadrni ko'rsatyapti, qolgan hammasini ko'rsatmayapti. Ustiga 2 marta bossak hammasini ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda mail skriptlarimiz bor. Va keyingi panelimiz, bu time sliderimizda mana bunaqa play buttonlarimiz bor. Boshiga olib borish, oxiriga olib borish, oldingi ключga olib borish, hali bularni ko'ramiz. Yon tomonda, o'ng tomonda channel box bor. Mana bu channel box. Mana uni ham o'zini menyusi bor. Va display anim degan ikkita tablari bor. Bu yerda qo'shimcha yana boshqa anolar ham bor. Masalan, attribution editor bor, modeling tool settings bor. Bular mana bu yerdan o'chirib yoqiladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerdan o'chirib yoqiladi. Ko'rgan bo'lsangiz. Tak. Mana bu yerda 3D joyimizda aylantiradigan narsa joylashgan. Bosib turib aylantirsak 3D da aylanadi. Yoki masalan right qilsak, right tomondan oladi. Bu tomon qilsak front, mana bu tepadan yoki bunaqa qilib aylantirsangiz bo'ladi. Mana buni bossangiz avvalgi holiga qaytaradi. Endi 3D programma bo'lgani uchun bu asosan 3D da ishlash uchun mo'ljallangan, ya'ni burib narsa qilish. Buning uchun alt tugmasi va chichqonchani chap tugmasini bosib aylantirsa bo'ladi, ya'ni click. Alt tugmasi chichqonchani bosamiz va qo'yib yubormasdan aylantirsak aylanadi. Bu orbit deyiladi, ya'ni 3D dunyomizda aylantirib ko'rish hisoblanadi. Xo'p, keyingisi bu surish. Bu tomonni ko'rish, bu tomonni ko'rish. Bu alt bilan chichqonchani o'rta knopkasi. Bu yoqqa sursak 3D muhitimizni yon tomonini ko'ramiz yoki suriladi. Mana bu orbit, mana bu pan deyiladi. Va orqaga oldinga kelish bu. Mana bu uzoqlashtirish, mana bu yaqinlashtirish. Bu alt knopkasi bilan chichqonchani o'ng tugmasi, ya'ni right click, ya'ni menyu chiqaradigan knopka bilan uzoqlashtirsa bo'ladi, yaqinlashtirsa bo'ladi. Mana shu 3 ta knopkani bilib olsangiz, sizga yetarli. Aylantirish, pan, uzoq, yaqin qilish. Bo'ldi. Xo'p. Birinchi, masalan, animatsiya uchun mana bu birinchi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu. Ya'ni sizni 3D muhitda, panelda aylantirish. Bu yerda toolboxda ikkinchi bilishingiz bo'ladigan narsa toolboxda ishlatiladigan narsalar. Mana bu narsalar. Nimalar bor ekan u yerda? Xo'p, birinchisi belgilash. Buning uchun birinchi masalan poly modellingga o'tamiz, ya'ni modellashtirishga bitta shar yasab olamiz. Mana shar bor ekan. Tak. Bu tanlash. Bir joyga tanlasak bo'ladi. Tanlashda turibdi. Buni bitta bossak tanlanadi yoki ikkita, uchta bo'lsa agar mana bu bitta bossak hammasi tanlanadi. Ko'rasizmi? Tak. Mana bunisi
bu chizib tanlash, buni bilishingiz shart emas, ishlatilmaydi. Asosan mana bu ishlatiladi. Bu chiziq bo'yicha tanlash. Tak. Bu chizish ekan, chizish ekan. Tak. Pen selection tool ekan. Yo'q, kerak emas. Yo'q, kerak emas. Keyingisi asosiy bizga kerak bo'lgan narsa mana bu selection tool va mana bu uchalasi. Move, rotate va move tool, rotation tool va scale tool. Bular nima? Move tool bu belgilaganingizdan keyin qarang, belgilaganingizdan keyin move tool mana bunaqa narsa chiqadi, ya'ni surish. Y tepaga, X yonga, Z oldinga. Ko'rdingizmi? Mana bilan sursak bo'ladi. X bilan sursak bo'ladi, Y bilan tepaga, Z bilan oldinga. Ko'rdingizmi? Mana bu ham xuddi shunday. X bilan bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Ya'ni xohlagan tomonga X, Y, Z bo'yicha qilsak bo'ladi. Mana bu yerda pastga qarang, yashil chiqib turibdi-ku. Bu ham X ham Z o'qi bo'yicha yurg'izish degani birdaniga. Mana yerda yurg'izayotganini qilyapmiz. Yoki masalan mana bu yerda ko'k chiqib turdi. Bu Y va Z, Y va X o'qi bo'yicha yon tomonda. Sen devorga nima deydi, rasm ilingan bo'lsa, shunday qilib qilsak. Ne bursak mana X chiqadi. Qarang, ne turib qarang qilsa X o'qiga perpendikulyar. Ya'ni Z va Y o'qi bo'yicha yurg'izish mana. Bunaqasiga yurg'izish hisoblanadi. Hammasida birdaniga yurg'izish, bu o'rtadagi knopkani bossangiz, hammasiga birdaniga yurg'izadi. Endi yurg'izayotgan vaqtda e'tibor bering, channel bosgan, translation X, Y, Z, rotation Y, X, Z, mana bularga e'tibor bersangiz o'zgaradi. Mana qarang, ko'ryapsizmi? O'zgaryapti. Hammasini yurg'izamiz. Mana bu yerda X bo'yicha yurg'izamiz, faqat X o'zgaradi. Mana bu yerda Z bo'yicha o'zgartirsa, faqat Z o'zgaradi. Y bo'yicha o'zgartirsa, faqat Y o'zgaradi. Ikkinchi to'limiz bu rotation. Mana bu ham xuddi shunday. Mana bu yerda qilsak, faqat Z bo'yicha o'zgaryapti. Mana bu yerda faqat X bo'yicha, mana bu yerda faqat Y bo'yicha. Mana bu tashqaridagini oladigan bo'lsak, qarang, hammasi uchalasini ham aylantiryapti. Yoki mana bu o'rtasidan ushlab turib, mana bu yerdan ushlab aylantirsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan ushlab aylantirsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan ushlab aylantirsangiz ham bo'ladi. Bu yerdan ushlab aylantirsangiz bo'ladi. Bular rotationni hammasini aylantiradi. Alohida o'q bo'yicha mana bular, mana bular hammasi bo'yicha. Xo'p, keyingi toolimiz bu scale tool. Bu ham xuddi shunday. Masalan, Y bo'yicha scale qilish, ya'ni kattalashtirish. Mana bu Z bo'yicha kattalashtirish, mana bu X bo'yicha kattalashtirish. Mana bu endi qolganini ola. Masalan, ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat Z va X bo'yicha yoki Y va X bo'yicha qarang, qanaqa bo'ladi. Yoki bunisi. Mana bu o'rtasidan ushlasangiz, hammasi bo'yicha, qarang, hammasi bo'yicha bir xil katta kichik qiladi. Xo'p, ikkinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsani bilib oldik. Bu selection tool, tanlash, move tool, yurg'izish, rotation tool, aylantirish va scale tool, bu katta kichik qilish. Mana animator uchun kerak bo'ladigan narsa mana shu. Xo'p, keyingilari mana bu panellarning ko'rinishi. Mana bu bitta perspektiv turibdi. Mana perspektiv degan yozuv bor. Mana buni bo'lsangiz 4 ta ga bo'lindi. Bu 4 tomondan ko'rsatyapti. Mana bu perspektiva, mana bu tepadan ko'rinishi, mana bu oldidan ko'rinishi, mana bu yon tomondan ko'rinishi. Xo'p, mana buni bossak, graph editor bilan qiladi. Buni keyin ko'ramiz. Mana bu outliner, ya'ni sizda sahnangizda bor narsalar. Masalan, bizning sahnamizda ikkita narsa bor ekan. Sphere, cone bor ekan. Masalan, silindr qo'ysak bo'ladi yoki torus qo'shsak bo'ladi yoki plane qo'shsak bo'ladi yoki kub qo'shsak bo'ladi. Qarang. Mana. Ana. Bizning hamma narsa qo'shdik. Uni bitta bossak, ya'ni yopiladi. Bitta bossak ochiladi. Xuddi shunday perspektiva. Xo'p, mana shu joydan sayt tomonga o'tish bu qanday amalga oshiriladi? Panelsga kirib, ortografik sayt qilsak, mana sayt tomonga o'tamiz. Mana. Yoki panels ortografik top yoki panel perspektiv.
yoki buni osonroq usuli probelni bosib turib, maya degan yozuvni ustiga bosib turamizda, qo'yib perspektivaga, bosib turib top viewga, bosib turib right view, bosib turib front view yoki perspektivaga o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu panellarni o'zgartirish. Panellarni o'zgartirish. Xo'p. Endi keyingi navbat, uchinchi narsa bilishimiz kerak bo'lgan animatsiyada bu kalit qo'yish. Kalit degani bir obyektni pozasini saqlash ma'lum bir vaqtdagi. Masalan, aytaylik, koptogimiz mana shu yerda turibdi. 0-kadrimizda shu yerda turibdi. Buning uchun shu yerda S tugmasini bosamiz. S tugmasini bosish bu kalit qo'yish degani. Bu yerda mana bu yerda mana set key degani bor. Mana bu bilan ham bossangiz bo'ladi. Mana qizil bo'ldi, ko'rdingizmi? Qizil narsacha chiqdi. Bu yer ham qizil bo'lib qoldi. Yoki mana bu yerda animation shelfda mana bu knopka ham shu. Mana ko'rdingizmi? Qizil bo'ldi, bu yoq ham qizil bo'ldi. Eng qulayi animatorlar uchun S tugmasi. E'tibor berasiz, tilingiz ingliz tilida bo'lishi kerak. Ingliz tilida bo'ladi. Rus tilida ishlamaydi u narsa. Ingliz tilida bo'lishi kerak. Tiliga ahamiyat beramiz. Klaviaturadan bosayotgan vaqti, chunki o'shanga qarab mosini topadi. Xo'p. Xo'p, S tugmasini bosamiz. Ya'ni 0-kadrda mana shu yerda bo'lsin deyapti. 60-kadrda mana bu yoqqa kelsin deymiz. 60-kadrda bunday ushlab turib suramiz va S ni bosamiz. Xo'p, bu yerda e'tibor bersak, 60-kadrda mana bu yerga o'tkazganimizdan avtomatik ravishda qarang, translationga kulich qo'ydi. Ya'ni S ni bosmasak ham. Bu mana bu knopka yoqilganidan dalolat beradi. Agar sizda shu narsa o'chgan bo'lsa, mana o'chirsak, o'chirib qo'ygan bo'lsak, tak, e'tibor bering. Mana 60 dan olib keldik, mana qo'ydik, S ni bosmadik. Endi play ni bossak, masalan, play ni bossak, qarang, animatsiyamiz yo'q, yana joyiga borib qolyapti. Mana 60 ga keldik, bu yoqda o'tkazdik. Keyin animatsiyani ko'rmoqchimiz. Buni o'tkazib qo'ysam, oldinga borib olyapti, oldin. Chunki 60-kadrda biz saqlamadik animatsiyani, pozani saqlamadik. S tugmasini bosmadik. Ya'ni 60-kadrga o'tkazib S tugmasini bossak, shunda animatsiyamiz bunday yuradigan bo'ladi. Mana. Animatsiyamiz bunday yuradigan bo'ladi. Ko'rdingizmi? Tak, buni tushunadi. Endi mana bu knopkani bosib qo'ysak, bu autokey degani, autokey degani. Mana bu boshida juda ham qiyin bo'ladi. Masalan, mana bu knopka nima ekan, bu knopka nima ekan, bu knopka nima ekan, bunisi nima ekan, bunisi nima ekan adashtish, nima deydi, bilgingiz kelaveradi. Mana shu narsani yo'qotish kerak. Ya'ni faqat sizga o'zingizga kerakli bo'lgan knopkalarni o'rganishni maslahat beraman. Ya'ni kerakli bo'lgan narsalarni ko'rib qo'shib boraverasiz va kurs davomida, yillar davomida o'sha bilingiz oshib boraveradi. Birdaniga hamma narsani qilishni maslahat bermayman. Xo'p, ikkinchi narsa bu mana shu autokeyni yoqib qo'ysak, bu yerda animatsiyamiz birdaniga qo'yiladi. Masalan, o'rtasida mana bu yerga keldi, bu yerga emas, pastroqdan yursin desak, bunday qo'ysak, qani avtomatik mana bu yerga kalit qo'ydi, pozani saqladi. Chunki bizda autokey yoqilgan, shuning uchun. Mana endi bu yoqdan o'tadi. Yoki bu yoqdan o'tsin desak, bunday qilib turib qilsak, mana bu tomondan o'tadi. Bu yerda kalit qo'yishni o'rganib oldik. Ya'ni animatsiyada mana bu kalit qo'yish bu uchinchi narsa. Xo'p. Endi xo'p, kalit qo'yish bilib oldik. Bu yerda masalan o'rtada aylantirishimiz ham mumkin. Masalan, mana buni S, mana bu yoqqa o'tkazamiz, bunday. Masalan, aylantirib o'tkazmoqchimiz. Aylanib o'tsamiz, aylantirsak, qarang, aylanib o'tyapti. Animatsiya bo'lyapti. Xo'p. Endi animatsiyada keyin bilishimiz kerak bo'lgan yana bir ikkita narsalardan biri bu fayllarimizni saqlash va ularni ochish. Animatsiyada o'rganayotgan vaqtda ko'pchiligimiz birdan saqlab ketadi. Fayl save qilib yoki save as qilib yoki fayl open qilib yoki anoda nima edi, ustiga 2 marta bosib qilib ketishi mumkin.
nima edi, anavilarda fayllarimizda. Bu juda ham to'g'ri emas, chunki uni qilganimizda fayllarimiz juda ham tartibsiz joylarda saqlanib qolib qoladi. Shuning uchun birinchi navbatda o'rganayotgan vaqtimiz proyekt qilishga o'rganaylik. Ya'ni file project window. Xo'p, project window qilamiz. Siz yangi o'rganayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bitta proyekt qilib oling. Hamma mayada shu o'rganayotgan narsalaringiz, hamma fayllaringiz o'sha joyda saqlanib qolgan bo'ladi. Masalan, biz yangi proyekt qilamiz. Tak, masalan, work papkasida, masalan, tak, select mana dokumentda work degan papkani ichida yangi proyekt, new project. Masalan, uni o'zingiz nomlab qo'ying. Masalan, mayani o'rganish, yoki masalan, birinchi kurs masalan 1. Mana shunaqa o'zingiz topa oladigan, o'zingiz anaqa, masalan, biron bir ijodiy ish boshlasangiz, masalan, ijodiy ish. Masalan, kursda o'qiyotgan bo'lsangiz, masalan, birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kurs deb yaratib ketaversangiz, o'sha sizga aynan qaysi kursdagi narsangiz bir joyda saqlangan bo'ladi, bir-biriga aralashib ketmaydi. Juda aniq bo'ladi. Shuning uchun mana birinchi kurs qilib qolamiz, accept qilamiz. Endi papkani ochib ko'rsak, birinchi kurs degan papka yaraldi. Bu yerda animatsiyamiz hammasi shu yerda joylashgan bo'ladi. Riglarni ham shuga qilamiz, videolarni ham shuga tashlaymiz, referenslar va hokazo va hokazo, hammasi playblasslar, hammasini shuga tashlasak bo'ladi. Endi masalan saqlanib qilmoqchimiz. File, hozir bu yangi dokumentimiz untitled turibdi, ya'ni yangi dokument degani, bunga ikkalasini borsak ham farqi yo'q, bir xil natija beradi. File save sin yoki save sin as farqi yo'q, ikkalasi ham bir xil saqlash bo'ladi. Save bosamiz. Mana birdaniga save qilsak, birdaniga biz xohlagan joyini ko'rsatyapti. Mana work ichida kurs 1 ichida aynan sinsni ko'rsatyapti. Ya'ni hamma maya fayllarimiz shu yerda saqlanishi kerak. Bu yerda maya faylimizning nomini yozamiz. Masalan, birinchi mashq yoki mashq 1. Save. Yani qarang, nomi o'zgardi. Untitled turuvdi boshida, endi joyi turibdi. Mashq 1 MA va qayerda saqlanib qolganligi ko'rsatib turibdi. Mana ko'rsak, mana bu yerda mana. Xo'p, bu masalan yangi ochgan vaqtimiz aynan o'sha faylimizni ochishimiz uchun maslahat beraman. Mana bu yerdan ochmang. Ya'ni hamma kirib, scenes kirib, ustiga 2 marta bosib ochmang. Maslahatim, mayani ochib, file open qiling. File open qiling. File open qilsangiz, avtomatik ravishda sizda anoyizni ko'rsatadi. Proyektingizdagi o'sha mashqni ko'rsatadi. Ko'rdingizmi? Endi aytaylik, nimadir bo'ldida sizni joyingizni ko'rsatmayapti. Masalan, open qilganingizga boshqa joyda ko'rsatyapti. Unda nima qilasiz? Sizning proyektingiz o'zgarib ketgan bo'ladi. Uni qo'yib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Faylga kiramiz. Recent projectlar ichida turgan bo'lsa, o'sha yoqdan belgilaysiz. Masalan, kurs 1. Recent projectlar, ya'ni oxirgi ishlatilgan proyektlar. Kurs 1 da boya yasagan. O'sha yerni bossangiz ham bo'ladi yoki set project degani o'zingiz qo'lda borib tanlaysiz degan. Bu yerda kiramiz. Tak. Work ichida kurs 1 mana tanladik va set. Endi open qilganimizda ko'rdingizmi? O'sha joyni ko'rsatadi va animatsiyamiz mana turibdi. Xo'p, endi bu animatsiyamizni kimgadir ko'rsatmoqchimiz. Bu Maya faylda tashlamaymiz-ku. Ko'pchilikda Maya o'rnatilmagan bo'ladi yoki ustozga tekshirish uchun o'sha narsani video qilib olishimiz kerak. Bunda endi bilishimiz kerak, animatorlar uchun bilishimiz kerak bo'lgan navbatdagi narsa, 4-narsa, adashmasam, bu playblast qilish, ya'ni video shaklga keltirish. Video shaklga keltirish mana bu narsani. Xo'p, buni video shaklga keltirishimiz uchun bir necha usullari bor. Eng ko'p ishlatiladigani bu mana shu time sliderda o'zida mana playblast deganni bosish. Biz playblast qildi mana. Ikkinchi usuli
adashmasam playback va playblast. Mana buni bossangiz ham xuddi shu narsani qiladi. Mana uchinchi usuli adashmasam mana animation ichida mana playblast bor. Bitta bossangiz playblast qiladi. Xo'p, bu qayerga tushadi? Bu avtomatik tarzda mana bu kurs bir proyektimizning ichida movies'da ichiga tushadi. Ko'rdingizmi? Siz har doim mana shu ikkita narsani bilib olsangiz bo'ldi. Sahnalaringiz scenes'da turadi, videolaringiz movies'da turadi. Bo'ldi. Mana bu papkalarga umuman qiziqayotmang. Nima u narsa, u sizni chalg'itadi, hali muhim emas. Keyinchalik o'rganishingiz mumkin. Boshlanishiga mana shu ikkita narsa, ya'ni scenes va movies. Scenes va movies. Scenes'da sahnalar, Maya fayllar, movies'da video fayllar turadi. Bo'ldi. Xo'p, endi playblast qilishni biroz chuqurroq o'rganamiz. Birinchidan mana buni propertiesga kiradigan bo'lsak, anasi biroz kichkinaroq, 960 ga 540. Ko'rsangiz, qarang, xiraroq. Ko'ryapsizmi? Xiraroq. Buni kачествосini oshirishimiz kerak, razresheniyani ko'tarishimiz kerak. Buning uchun mana bu yerda render settings bor. Ko'ryapsizmi? Mana shu knopkani bosamiz. Mana bunaqa chiqadi. Yoki mana bu yerdan renderingga o'tib, tak. Mana bu yerda renderingga o'tib, tak, qaysi edi? Adashmasam. Mana shu bo'lsa kerak. Yo, batch render ekan. Yo, bu yerda yo'q ekan. Mana bu yerda bor. Renderingga o'tib, mana render settings. Mana shu yerdan kirishingiz mumkin. Lekin eng qulayi mana bu yerda render settings mana bu knopkadan bosish. Xo'p, kirdik. Bu yerda ham ko'p narsa bor. Bizga umuman kerak emas. Bu halicha bizga eng kerakli joy mana bu yerga o'tamiz. Presetda HD 540 turibdi. Shuni HD 1080 ga qo'yamiz. Bu full nima bo'ladi. Yoki mana width bilan height ga 1920 ga 1080 qo'yamiz. Endi anavni bosadigan bo'lsak, playblastni bosadigan bo'lsak, ko'rdingizmi? Razresheniyamiz biroz kattaroq, tiniqroq. Mana. Tak, ko'radigan bo'lsak, 1920 ga 1080. Xo'p, endi playblast qilganda playblastni optionlari bor, ya'ni uni ham parametrlari bor. O'shani ham o'rganib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rganuvchilarga. O'ng tugmani bo'lamiz. Playblastni oldida qarang, mana to'rtburchak bo'ladi. Qayerda to'rtburchak bo'lsa, bu option box degani. Ya'ni uni parametrlari bor degani. O'zini ham bossa bo'ladi, parametrini ham bossa bo'ladi. Qarang, ko'kda o'ynashini ko'ryapsizmi? Mana shu narsa. Masalan, mana bu yerga ham kirsangiz, masalan, window ga kirsangiz, mana playblast mana bu yoqda. Yoki mana bu yerda qarang, create, masalan, create tumble degan anavni qarang, option boxi bor. Buniki yo'q, buniki bor. Qarang, hammasiniki emas. Mana. Yoki constraint ga kirsangiz, parentda bor. Mana qarang, hammasida bor. Revitda yo'q. Ko'rdingizmi? Option boxiga kiramiz. Mana o'ng tugmani bosib, playblast option box yoki playback mana option boxga kiramiz. Mana bunaqa narsa chiqadi. Reset qilib olamiz. Mana reset. Birinchisi time range, ya'ni qayerda playblast qilsin. Time range'da time slider turibdi. Mana shu time sliderda ko'rsatilgan narsani qilishda aytamiz. Masalan, 0 dan 60 gacha. Agar mana bunaqa time sliderimiz kam ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha kamni qiladi time sliderda. Agar start end ga qo'ysangiz, mana shu belgilangan joyini qiladi. Mana bu yerda nimani ko'rsatishgandan qat'iy nazar, faqat mana bu belgilangan joyini qilasiz. Odatdan bizga mana time slider turgani yaxshi. Ya'ni o'zimizga kerakli joyda ko'rib olamizda, o'sha joyda qilgan deymiz, o'sha joyda qilib beradi. Xo'p, bu yerda ham ko'p anavlar bor, knopkalar bor. Bularni hammasini bilish shart emas, faqat bilishingiz kerak bo'lgan joylarda o'rgataman. Ya'ni ma'lumot har bitta knopka nima bo'lishi kerak deyishdan ma'no yo'q. Birinchisi format, eng kerakli narsa format. Formatni Qt ga qo'yamiz, ya'ni QuickTime degani. Buning uchun siz internetdan QuickTime pluginini, playerni o'rnatib olgan bo'lishingiz kerak. Bu eng yaxshi, ya'ni nima deydi, eng hajmi kam anavlardan biri, nima edi, playerlardan biri. Xo'p, uni encodingini qo'yishimiz kerak. Ya'ni kodekini qo'yishimiz kerak. Eng yaxshi kodek mana H264. Agar bunda render qilmasa, mana bunda qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana MPEG 4 ga qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin odatdan 99% odamlarda mana shu H264 ishlaydi.
mana shunga qo'yamiz. Eng yaxshi kodek. Qt h2 quality har doim 100 da turadi. Display size the from windowdamiz albatta render settingsdan o'zgartiring. From window qilsangiz, mana bu yerda qanaqa shakl bo'lsa, shunaqa shaklda render qilib qo'yadi. Masalan, qarang, from window ga qo'yilgan, mana bu yerda mana bunday qilib tursak, mana ko'ryapsizmi? To'rtburchak yoki mana bunaqa qilib qo'ysak, qarang, agar play plus qilganimizda, qarang, xuddi shunaqa shaklga qilib qo'yadi. Ko'rdingizmi? Lekin biz play plusmizda mana bu yerda from windowmiz, from render settings qilsak, mana bu qanday bo'lishidan qat'iy nazar, u asl boyagi full HD da qiladi. Xo'p. Keyingisi bu play plus'imizni mana bu keyingi muhim narsasi from render settings ga qo'yamiz. Retina settingsdan o'zgartirgan joyini. Keyingisi bu yerda scale, ya'ni play plus'imizni kattaligi qancha bo'lsa, 1 ga qo'yamiz. Ya'ni 1920 1080 bo'lsa, o'sha scale da qilsin deymiz. Remove temporary files, remove partial space, save to file da albatta yoqib qo'yishimiz kerak. Save to file ni yoqib qo'ysak, Maya faylimizning nomi bilan, xuddi shu nom bilan anoga nima edi, movies papkasiga ano qiladi. Nima edi, play plus qiladi. Mana qilsak, tak. Bu yerda xatolik chiqdi, chunki kodimiz H264 da bo'lgani uchun. Tak, ayrim kompyuterlarda ishlamay qoladi. Ya'ni yangi protsessorlarda ishlamay qolishi mumkin. Mabodo ishlamay qolsa, mana bunga qo'yib qo'yamiz, aytganimdek. Tak. Mana qildik. Xo'p. Asosiy narsalar mana shular. Ya'ni animatsiya uchun kerakli bo'lgan narsalar. Panelda aylantirish, mana bu yoqdan, mana aylantirib ko'rish, mana bu yerda frontga qo'yish, side'ga qo'yish, topga qo'yish, bu o'zini aylantirib ko'rish yoki mana bu yerdan qo'ysangiz ham bo'ladi, mana bu yerdan qo'ysangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. O'sha o'zingizga qulayli joyda mana bu yerdan qo'ysangiz bo'ladi. O'zingizga qulayli joydan panelda ishlash bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu toollarni bilish, selection tool, mana bunday qilib turib hammasini belgilasangiz bo'ladi, mana ikkita uchtasini belgilasangiz bo'ladi. Shunda ikkita uchtasini animatsiya qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerda, mana bu yoqqa o'tkazamiz. Mana. Ko'rdingizmi? Ikkita uchtasini belgilab. Rotation qilsangiz bo'ladi, mana. Bunday aylanyapti, ko'rdingizmi? Yoki scale. Yoki masalan, mana bu yerda scale qilamiz. Bu ikkinchi narsa, birinchi narsamiz. Ikkinchi narsamiz, bu ikkinchisi. Aylantirish birinchisi, mana bu toollar ikkinchisi, uchinchisi kalit qo'yish. S tugmasini bosish va o'zingizga xohlagan o'ringa qo'yish. S tugmasi. Va to'rtinchisi bu play plus. Play plus qilish. Mana shu 4 ta narsani bilsangiz, animatsiyada boshlang'ich ya'ni kurslarni boshlash uchun, o'zingiz biror narsani qilish uchun, biron bir tutorialga qarab ishlash uchun yetarli mana shu narsalarni bilsangiz. Ya'ni Mayani mana shuncha qismini yetsangiz, darslarni boshlashga yetarli bo'ladi. O'zingiz o'rganish uchun, mustaqil o'rganish uchun, animatsiyani mustaqil o'rganish uchun yetarli bo'ladi. Ko'p narsani bilib o'zingizni qiynashingiz shart emas. Xo'p, endi qo'shimcha narsalarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu qo'shimcha narsani bilganingiz yana ham yaxshiroq, yana ham qulayroq bo'ladi. Xo'p, masalan, mana bu yerda playdan mana bundan anolarni o'chirish, kerak emas narsalar o'chirish. Masalan, mana buni yoqdik, o'chirdik. Ana Mayani ustiga bossangiz, mana perspektiva anolarga o'ziga ishlash boshlanadi. Mayani yon tomonda mana bu hotbox controllers bilan mana ikkalasini o'rtasida qilsangiz, narsalarni o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, bizga command line kerak emas, mana skript yozadigan yoki masalan range sliderni ham o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, mana yoki yoqsangiz bo'ladi kerakli vaqt. Va hokazo. Xo'p. Endi mana bu knopkalar bilishimiz kerak. Mana bu boshiga borish animatsiyamiz, mana bu oxiriga borish. 0-kadr mana. Mana bu yerga e'tibor bergan bo'lsangiz, 0-60 o'zgaryapti. Qarang, 0-kadrdamiz, 60-kadrdamiz. Mana bular kadr surish. Bitta kadr, mana kadrma-kadr yurish. Mana bu kadrma-kadr yurish. Mana bu kadrma-kadr yurish. Ko'rdingizmi? Kadrma-kadr. Mana bu ikkalasi.
Yani qarang, ishlamayapti, chunki hech narsa belgilanmagan. Mana channel boxda qarang, hech narsa belgilanmagan, bo'sh turibdi. Bu hech narsa belgilanmagan uchun ishlamaydi. Bu kalitdan kalitga yurish degan. Masalan, mana bu koptogimizni belgilasak, qarang, kalitdan kalitga yursak bo'ladi. Birinchi kalit, ikkinchi kalit, uchinchi kalit. Yana bitta bo'lsak, yana birinchi kalit, ikkinchi kalit, uchinchi kalit. 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa. Mana bu play, ya'ni animatsiyani qilish, animatsiyani yurg'izish. Agar animatsiya sizni nima uchundir juda ham tez bo'lib ketayotgan bo'lsa, u animatsiyamizni tezligini o'zgartirishimiz kerak. Time sliderga o'ng tugmani bosamiz va playback speedni real time ga qo'yib qo'yasiz. Sizda mana bunaqa bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisida tursa, play deb bossangiz, qarang, mana bunaqa tez bo'lib qoladi. Bu real ko'rinish emas. Ya'ni kompyuterda kuchiga qarab animatsiyangiz juda ham tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Biz animatsiyamizda real ko'rishimiz uchun playback speeddan real time ga qo'yib qo'yamiz. Yoki bu orqacha yuradi. Shu animatsiyani orqacha qo'yish. Bu oldicha. Bu orqacha. Hop. Mana bu yerda bu kerak emas hozircha. Mana bu yerda ovozi bor. Ovoz ham hozircha kerak emas. Ovoz bilan ishlaymiz. Mana bu yerda settings bor. Ularni o'zgartirish, har xil narsalarni, nastroykalarni o'zgartirish, sozlamalar. Windows, preference settings, preference. Bular ham kerak emas o'rganuvchilar uchun. Xo'p, endi bu yerda yana nima narsalar muhim. Mana bu yerda ключdan ключga o'tkazish biroz ko'p vaqt oladi. Shuning uchun uni klaviaturadagini aytamiz. Klaviaturadan bitta narsani o'rgandik, S tugmasini o'rgandik. S tugmasi bu kalit qo'yish edi. Ikkinchi klaviaturadan o'rganadigan narsamiz katta va kichik belgisi. Bunday ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda katta va kichik belgisi bor. O'sha katta va kichik belgisi, ya'ni nuqta bilan virgul. Katta va kichik belgisi kalitdan kalitga o'tadi. Xuddi mana bu ikkalasini bildiradi. Mana bu bossangiz oldingi ключga, buni bossangiz keyingi ключga o'tardi. Xuddi shunday. Kattani bossangiz keyingi ключga, kichkinani bossangiz oldingi ключga yuradi. Juda ham qulay bu. Hop. Mana shu. Hop, buni bildik. Endi keyingisi, mana bu toollarimizni har doim mana bu yerdan belgilash qiyinroq bo'lsa yoki ko'p vaqt olsa, buni ham klaviaturada anolari bor. Birinchisi bu Q ni bossangiz anoga o'tadi, selection toolga o'tadi. Mana Q ni bossak, yodlash ham oson. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda Q W E R, to'rttalasi ketma-ket shularga javob beradi. Q selection tool, W bu move tool, ya'ni yurg'izish, E bu rotation tool, aylantirish, R bu scale tool, ya'ni katta kichik qilish. Ana qilish oson, nimaydi, yodlash oson. Mana Q, ana move tool, E bu rotation tool, bu scale tool. Ko'rdingizmi? Hammasi mana shu. Ya'ni mana shularni bilib olsak bo'ladi yoki bu yoqdan belgilasangiz ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi animatsiyamiz mana bunaqa, qarang. Mana bu yerda qip-qizil bo'lib turibdi. O'rtasida bika, ya'ni pushti rang, ochiq pushti rang bo'lib turibdi, ochiq qizil bo'lib. Bu nimani bildiradi? Mana bu kadrda kalit bor, mana qizil. O'rtasida qarang, kalit yo'q, lekin animatsiya bor degani, qizil, ko'rasizmi? Animatsiya bor degan. Ne 30 ga kelsangiz, qarang, yana bu qizil bo'ldi, bunda kalit bor, bularda kalit yo'q degan. Ko'rdingizmi? Va oxirgisida hammasida kalit bor degan. Xo'p, mana bu yerdan ham animatsiya qilsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerda Y ni bosib turib, o'rta knopka bilan ne qilsangiz faqat Y bo'yicha suradi va kalit qo'yadi. Ko'rdingizmi? Yoki mana bu yerda Y ga kalit qo'ymoqchimiz. Y ga mana kalit yo'q. S tugmasini bossak, shu yerga kalit qo'yadi. Xohlasak o'zgartiramiz. Xohlasak, masalan, mana bu yerga Y qo'yamiz, xohlasak o'zgartirmaymiz, faqat kalit qo'ydik. Tushundingizmi? Mana bu yerlardan ham qilib qilsa bo'ladi.
Xuddi shuni masalan z deb belgilab turib, o'ng tugma bilan ne sursak suriladi yoki x bo'yicha yoki mana bu yerda masalan rotation x yoki mana bu yerda masalan y da y bo'yicha cho'zadigan bo'lsak, y bo'yicha cho'ziladi. Ko'rdingizmi? Yoki masalan mana bu yerda z bo'yicha aylantirmoqchimiz. O'ng tugma bilan, o'rta knopka bilan aylantirsangiz bo'ladi. Bu yerda faqat o'zingiz xohlaganini aylantirasiz hisob. Mana bu yerdan ham aylantirsangiz bo'ladi, bu yoqdan ham qilsangiz bo'ladi shu narsalarni. Rotation move tool'lar. Bu endi qo'shimcha ma'lumotlar aytganman. Tak. Mana shular. Save qilib, anavimizda yakunlasak bo'ladi. Darsimizni yakunlasak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bu darsimiz yangi animatsiyani o'rganuvchilar uchun, ya'ni animatsiyani o'rganib mayada hech narsa bilmaydiganlar uchun, ular sekin-sekin o'rganishlari oson bo'lishi uchun shunday kam ma'lumot qilib, ularga mos qilib qisqaroq urok dars qildik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.